Mana bugun yana bitta Qorasoqol ota ziyoratgohidagi tabiatning mo'jizasi hamda shu aziz dargohning nimasi bo'lsa kerak. Xudoning qudratidan mana o'sha bir 50 yillik baqatara mana qarang. Bir qiziq hodisa bo'lgan, tabiatning hodisasi. Hozir guvoh bo'lib turibmiz nuroniylarimizda bilan. Qarang, o'zi o'sib chiqib, ikkinchi marta payvand bo'lgan tevaga qarab. Buni inson qilmagan, tabiat qonuni qarang. Shunaqa hodisa kamdan kam o'tadi, mana Qorasoqol ziyoratgohida turib joylashgan qarang. Bu 50 yillik daraxtni qarang. Xudoning qudrati bilan hamda bu aziz yurtni o'zgarisha qo'llab-quvvatlaganicha kerak. Mana bu daryo turibdi. Ushbuni kim tomosha qilsa kelsa, mana Rasuljon mana bu yerda attraksioni bor. Shuni yonidagi faqat 50 yil bo'lgan bunga. Mana hozir nurlar hamma guvoh bo'lib turibdi. Daraxtga o'zi 50 yil bo'lgan. Shunaqangi payvand qarang, tabiat huquqlarining payvandini qarang. Mo'jizani qarang. Buni mo'jizani ko'rgisi kelsalar, marhamat, Qorasoqol ziyoratgohga kelinglar. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu tarixda qoladi. Rahmat, rahmat.